Quraysh surasi Makka da nozil qilingan 4 oyatdan iborat. Quraysh Makkadagi 12 qabilalardan birining nomi. Muhammad alayhisalom shu qabilaga mansubdirlar. Surada Alloh taolo Quraysh ahliga o'zi ato etgan ne'matlarni eslatib, ularning shukronasi uchun Baytulloh egasiga ibodat qilishga buyuradi. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Quraysh aholisiga qulay qilib qo'ygani uchun, ya'ni ularga qishda Yamanga va yozda Shomga safar qilishni qulay qilib qo'ygani uchun, فليعبدوا رب هذا البيت. mana shu uy Ka'baning Parvardigoriga ibodat qilsinlar. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Zero u ularni ochlikdan qutqarib to'ydirdi va xavf va xatardan xotirjam qildi.